Ulan sizlar yuzlaringizni olayotgan yonim yo'q. Aybimni bilishim kerak yoki? Yo, men bu narsa aytyapman. Mendan oldin ishlab turuvdi. Qayerga boraman? Hop, qo'pollashmang, men sizga o'zim ish narsa ishlayapman. Sizni yuzingizni olganim yo'q-ku. Zapis qo'yib bering yoki? Video olish mumkin emas. Xo'p, zapis tashlab berasiz menga? Yo'q, hech narsa tashlab bermaymiz. Hammaga salom. Imtihon markaziga kelgandim. C kategoriya ochirsiz deyishdi. Ochirsiz deyishgandan keyin ham nimadir men ancha kutib qoldim. Aka kirmaymanmi desam, GPS tizimi ishlamayapti. C kategoriyadagi mashinada deyishdi. Kutdim, ancha kutib qoldim. Ishladi deyishdi. Birinchi bo'lib shu men o'tirdim, o'sha Isuzu'ning roliga 5 ballikdan 2 ta xato qildim. Uni tan olaman. Lekin ilon izi degan joyi bor. Ilon izidan chiqaverishda menga 100 ballik xato qildingiz deb to'xtatib qo'ydi. Imtihon yakunlandi. Oydinlik kiritay o'zim uchun deb nazoratchilarning xonasiga kirib 13-kabinetga. Men shunaqa dedi, ko'rib berasizmi dedim. Ha, ko'rib beramiz deyishdi. Videoni qo'yishdi, video zapisi. Bokovoy liniyaga juda yaqin kelganman, lekin bosmaganman. Mana bosmaganman desam, mana bosgansiz-ku deydi. Qanaqa bunaqa bo'ladi desam, sizga dedi, hozir Sputnikdan olinganini ko'rsatamiz dedi. Yo'q, GPS 1 millimetr ham adashmaydi dedilar. Hozir men shunga yana savol tug'ilyapti-da menda. Shunda GPS ga ishonish kerakmi yo kameraga ishonish kerakmi?